Burun bir padişah bolgan ekan. Bu padişahning 3 qizi bor bo'lib, birisi yig'lasa ko'zidan oltin to'kiladi ekan. Ikkinchisi yig'lasa ko'zidan tilla to'kiladi ekan. Kichik qizi yig'laganda eng qimmatlik olmos to'kiladi ekan. Qizlar cho'ng bo'pti. Taraf-tarafdan elchilar kelishga boshlabdi. Cho'ng qizi qo'shni shahardagi bir shahzodani tanlabdi. Ikkinchi qizi yana bir shahzodani tanlabdi. Uchinchi qizi elchilar ichida turgan bir o'tinchi bolaga ko'zi tushibdi. Hamda yeniga chaqirib paranglashgandan keyin o'tinchi yigitga ma'qul bo'lib to'y qildi. Aradan necha yillar o'tgandan keyin podshoh 3 qizini chaqirtibdi. Qizlari kelgandan keyin qarasa, cho'ng qizi shundoq esil zibuzinnat taqab kepti. Ikkinchisi uningdanmi esil yasinib kepti. Biroq o'tinchiga tekkan kichik qizi jul-jul kiyim bilan kepti. Buni ko'rgan podshohning qattiq achchig'i kelib, kichik qizidan so'rabdi. Sening yeshingdan qimmatlik olmos to'kiladigan tursa, nemandoq jul-jul kelding? Sababini deb so'rabdi. Bu chog'da kichik malika o'tinchi meni cho'ng ko'rib, hurmatlab ko'zimdan bir tomchimi yosh oqqizmag'achqa mushundoq namrat yashab kelyapmiz debdi. Buningdan qattiq ta'sirlangan podshoh o'z shohligini o'tinchi kuy o'g'liga o'tkazib beribdi. Mana bu muhabbat. Boy bo'ling yoki namrat bo'ling, faqat bir-birining ko'nglini tushungandila, ondan baxtning nima ekanligini his qilg'ili bo'ladi.